Umuman olganda bu og'riqlar mana shu radikulopatiya, nerv qisilishlari, grija oldi holatlari, xullas kalom nevrologik muammolar. Bularni hozir nevropatologga borganinglar bilan sizlarga yechim bera olmaydi, chunki ularning lecheniasi homiladorlikda mumkin emas. Tuqqaninglardan keyin agar shu og'riqlar bezovta qilsa, keyin nevropatologga borib lecheniya olishinglar mumkin. Xo'p, unda hozir nima qilsak bo'ladi Zulayho opa desanglar, profilda video qo'yganman, faqat mashqlar, massaj qilib yengillatishinglar mumkin. Agar qo'lingizdan kelmasa, osteopatga borsanglar, 1-2 seansda yoki 2-3 seansda og'riqlarni ancha qoldirib beradi. Ular xuddi manual terapiyaga o'xshab ishlaydi, ya'ni dori-darmonsizda. Hozir Instagramda bitta mutaxassisimizni ko'rib qoldim. Tonus og'riqlari, mana shunday og'riqlarda ketonal, indometacin svechi qo'llanglar deb aytibdi. Asli oyijonlar, bu dorilarni og'riq qoldiruvchi, nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalarni mumkin